Assalomu alaykum. Agrobank kasb filiali tomonidan hamda Lissunis korxonasi bilan birgalikda Kars tumani Andron mahallasida 13 gektar yerga qon mahsulotlari yetishtirilmoqda. Agrobank kasb filiali tomonidan Lissunis korxonasiga 100 million so'm maylama mablag' qon yetishtirish uchun berilgan bo'lib, ushbu mablag'lar qurilish, ko'chat, texnika xizmati hamda mineral o'g'itlar olish uchun sarflangan. Hozirda mana qon mahsulotlari pishish arafasida turibdi. 13 ta ijarachiga 1 gektardan 13 gektar yer ijaraga olingan. Hozirda bu yerga usta dehqonlar ham biriktirilgan. Qon mahsulotlari mana ko'rib turganingizdek hozirda pishish arafasida. Xudo xohlasa mana shu oyda o'ttirib mana iyun oyini boshidan sotuvga chiqariladi. Bu yerda hozir uzunligi 416 metr, eni 312 metr tashkil qiladi. Hamda jami 13 gektar maydon bo'lib, har bir gektar maydondan o'rtacha 30 tonnadan qon mahsuloti yetishtirish ko'zda tutilmoqda. Hamda har bir gektar yerdan o'rtacha 90-100 million so'm atrofiga daromad olish rejalashtirilgan. Mana birgalikda hozir Lissunis korxonasi rahbari Yusaka bilan birgalikda mana shu mahsulotlar yetishtirilmoqda. Hammalaringizga